Assalamu alaykum ko'ramanlar. Men Turaxa Mehmet, Ko'li shahri Qo'sheriq yezidan keldim. Men kelgili 3,5 yil bo'ldi. Men vatandagi urug' tuqqan bolalarimning ustidan guvohlik berman. Mening qizim Qambagul Mehmet, Ko'li shahar Üstün Qo'sheriq 2-chi guruh a'zosi Qambagul Mehmet mening cho'ng qizim bo'ldi. Bu qizim 2017-yili lagerga akirib oldi. Shundan bersi izdergi yo'q. Bu qizim bormi, yo'qmi uqmayman. Yana qolgan 2 qizimning izdergini uqmadim. 3,5 yildan bersi bu balniki bormi, yo'qmi, lagerdimi, nada ishganligini uqmadim. Aloqa yo'q. 2-chi qizim Fatigul Mehmet. O qizimma 3,5 yildan bersi aloqa yo'q. Onun da kiçik kızım Fatigul Mehmet. O kızımdan hiç qandaq aloqa yo'q. 3,5 yildan bersi bormi, yo'qmi uqmayman. Meningki 3 ukam bo'lib, bir singlim 2 o'g'il ukam bo'lib, buldimmi aloqa yo'q. Aloqa uzilib qoldi. Hozirgacha hech amallikni uqmayman, lagerga kirib oldim. Nada ishganligini uqmayman. Assalamu alaykum. Ben Falchigul Mehmet. Ben Ko'li shahridan keldim. Bu mening anam bo'ldi. Ma mening qizim, ma mening o'g'lim. Ma so'ratdiki mening 2 eng kichik bolam bo'ldi. Men Ko'li shahridan Tovjiyasidan keldim. Men bu Turkiyaga kelgili 2016-yil kelgan 3,5 yil bo'ldi. Men yo'ldashim 2 bolam bilan vatanda qolib qolgan. Men 3 bolam bilan Turkiyaga keldim. Turkiyaga kelgandan keyin yo'ldashim bilan 2 bolamning hech qanday xabarini olamadim. Ular turmadimi, sirtdimi ya. Yo'ldashimning hech qanday bir jinoyat yo'qdi. O'zining tijorat ishlari bilan shu ishni qiladi. Bu siyosiy ishlarga hech qanday aralashib boqmagan. Men shundoq hamda kichigimizdan diniy ilmdan erish bilan bu Xitoylarniki hech qanday bir qonun nimalariga aralashib boqmagan. Siyosiy ishlarga aralashib, undaq bir jinoyat o'tkazib boqmagan, qonun xilof bir ishlar qilib boqmagan. Men kelgandan keyin yo'ldashim bilan hech qanday bir to'rda aloqa qilib ko'rishib boqmadim. Bolalarim bilan hech qanday ko'rishib bo'lamadim. Bolalarimning izlariga nada, qanday ahvoli. Cho'ng ocham onam degandek Qambagul Mehmet Qo'sheriq yezidan shu ocham turmadi ekan. Bu Qambagul ochamning hech qanday bir jinoyat yo'q. Bir siyosiy ishlarga aralashib qolgan ishlarmi yo'q. Nima uchun turmaga kirib oldi? Hozir hayotmi, uylikmi, nada ekanligini uqmaymiz endi. Shu hozir biz urug' tuqqanlarimizning Fatigul Mehmet, mening bir singlim. Fatigul Mehmet o mening ocham, Qambagul Mehmet mening ocham. Ochamning nada ekanligini uqmayman. Ularning hech qanday jinoyat yo'qdi. Biz bir oylik kishilari shu urug' tuqqanlarimiz uchun guvohlik berib chiqdik. Xitoylar hozir bizning hech qanday jinoyatimiz yo'q deb e'lon chiqaryapti, e'lonlarni anglayapmiz. Lekin ular jinoyatimiz yo'q desa, bizning ocham nada? Nimish yo'qib ketadi? Uning nima jinoyati bor? Yo'ldashimni turmaga akiribdi. Uning nima jinoyati bor deb, qanday endi siyosiy ishlarga aralashmagan desa, ularning jinoyati yo'q deb, faqat Uyg'ur bo'lib qolganligi uchunlar shu turmaga akirib oldi. Ocham shunda ularning siyosiy hech qanday huquqda ya Xitoyga qarshi hech qanday bir ish qilmagan, jinoyat yo'qdi. Biz shu urug' qollarımızın nada ekanligini uqmoqchi. Shunga biz ular uchun bir oylik kishilar, onam 70 yosh kirib qoldi. Hozir shu bolalarini seg'indi. Hozir biz 7 bola to'q, 3imiz mishada, 4imiz vatanda, 4. Onam hozir shu cho'ng ochamning gapini qilib, hozir nemisdan ketay dedi, kunni yig'laydi, bolalarim bilan ko'rsam bo'ldi, qizim bilan ko'rsam bo'ldi deb. Chiqilib bugun bor gap qiladi, qanday mijoz xarakteriga o'zgarib qoladi. Bizning bu jinoyatimiz Xitoylar yo'q deydi, nimiz bir ko'risha olmaymiz, biz aloqa qilisha olmaymiz. Bizning nima gunoyimiz bor? Turkiyaga o'zi pasportni berdi, biz bu qo'limizga chatga chiqsang bo'ldi, ruxsat dedi. Biz bu qonun tartib bilan pasportni bajarib, shunga mishaga chiqdik bolalarimizni o'qitish uchun. Bizning boshqa maqsadimiz yo'q. Ya Xitoyga qarshi bu Turkiyaga kelgandan keyin hech qanday bir ishni qilmadik hamda o'zimizning yo'lida bolalarimizni maktabda o'qitib ketib boramiz.
Xitoyga qarshi yoki boshqa nimaga qarshi hech qanday bir torda yoki boshqa ishlarda bir qarshi bir ish qilib baxmadik. Shunga biz mush otalarimiz, urug' tuqqanlarimizning o'sha vatandagi mening ikki balam, yo'ldoshim, nada Xitoylar so'lmagan bo'lsa turmagan, yoki qandaylarimiz u nada bu ularning hech qanday jinoyati bo'lmasa ularniki biz yani hiç aloqa qilolmaymiz ular bilan. Hozir butun dunyodagi to'r hamma nada bo'lsa butun dunyoda to'rlar bo'lsa aloqa qilishardi. Faqat shu Xitoydagi shu vatandagi biz ot singillarimiz bilan urug' tuqqanlarimiz bilan hech bir aloqa qilolmaymiz. Shu Xitoylar bizni ko'rishtirmaydi. Shular shu to'rda izlaydi, ular biz bilan aloqa qilishni qo'ysa, sen falaniki Turkiyadagi tuquning bilan aloqa qilishibsa, ne munosabating bor? Yoki pul hisob mangdirdingmi? Deb shular so'roq qilindi, shular so'laydi. Shuning uchun ular biz bilan aloqa qilamidi? Hozir aloqaga nemismi yo'q. Ham nadirgini uqmaymiz. Hayotmi, tirikmi? Xitoy apirib so'layaptimi? Ya uylikmi? Hozir uqmaymiz. 3,5 yilda biz hech bir aloqa qilamadik. Shunga biz butun dunyodagi har qanday kishilarga shunday aytamizki, bizning insonlik haq-huquqimiz bor. Biz bir inson. İnsan bo'lgan keyin bizning haq-huquqimiz bo'lishi kerak. Shunga hammamiz biz urug' tuqqanlarimiz izlayapmiz. Shularning nadilgini bizga bir insonlik haq-huquq ustidan bizga bir yordam bergan. Bo'lsa Xitoydan jazolab, shu jazolarga yetayotgan 30 milyon xalqimiz Uyg'ur musulmon qarindoshlarimizni shu insonlarni shu turmudan chiqarsin. Ularning hech qanday jinoyati yo'q. Faqat Uyg'ur bo'lib qolganligi uchun jinoyati bor. Biz Uyg'urlarni Uyg'ur bo'lib qolgan gunohi va uningdan boshqa gunoh yo'qdi. Bo'lsa kampini taqsin, Xitoylarni butun dunyoning bir xalqaroga, butun dunyoning birlashib, butun dunyodagi xalqarolar bo'lsa, Xitoyni jazolab, bizning bir insonlik haq-huquqini bir asli keltirsa. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh.